Buni qaranglar, chiroyli bo'lib pishganini. Qarindoshlar, shiringina mantiqasxonda galupsi pishiramiz. Galupsi nafaqat sho'rvada, balki mana shunaqangi kichkinagina mantiqasxonda ham rosa zo'r pishadi qarindoshlar. Parda, dietический bo'lib, hammasi sig'ar ekan chiroyli qilib tersa, eng qizig'i. Kichkina bo'lsa ham rosa bag'ri keng ekan. Buni qaranglar, hammasi sig'di o'zi ham. 1 2 3 4 5 6 ta galupsi sig'di. Qaranglar buni. Suvimiz qaynab chiqdi qarindoshlar. Bay. Buni qaynashini qaranglar. Galupsilarni mantiqasxonga qo'yamiz. Parda pishgan galupsilarimiz ham tayyor qarindoshlar. Buni qaranglar, chiroyli bo'lib pishganini. Albatta endi buni ham olamiz. Ana. Voy, buni hidini bulg'or qalampiridan qilingan do'lmalarni olamiz qarindoshlar. Ana. Bitta kichkinagina mantiqasxonga shuncha ketar ekan. Buni qaranglar, o'zi kichkina bo'lsa ham bag'ri rosa keng. Smetana qo'yamiz. Voy, mazali bo'lar ekan. Ikkinchisi. Juda ajoyib. Va super. Qarindoshlar, aynan mana shu Chin bozor do'konimizdagi shiringina bo'lgan mantiqasxonchamizni narxi atigi 210 ming so'm va albatta bu mahsulotni siz butun O'zbekiston bo'ylab aynan mana shu telefon raqam orqali buyurtma bersangiz butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz yoki da o'zingiz eski Chinna bozor 7-qator 16-do'konda joylashgan Chin bozor do'konimizga kelib mantiqasxonimizni shundoq o'zingiz ko'zlaringiz bilan ko'rgan holatda sotib olishingiz mumkin qarindoshim.